Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 4-oyning 21 kuni juma. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 hafta bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Bugun hammamiz uchun ulug' ro'za iti bo'ldi. Bizniki vaqtimiz dunyoniki hamma yer qaragan chaqda sal oqida faqat Havoyda 3 soat bo'ldir. Qayadanki aqsida bizdeki ro'za namozini 3 soatdan oldin o'qidik. Qolgan qardoshlarning hammasi xili burilib o'qib bo'ldi deb o'ylayman. Oldi bilan hammanglarniki ro'za itiga muborak bo'lsin. Endi shu 6 yilniki oldida Uyg'urlarniki beshiga egri kun kelgandan keyin qirg'iga chiqib boshlagandan keyin Yet bayram bo'lgan vaqtida biz ancha xushal bo'lolmaymiz. Men bugünkidek kunlarda shunaqa videoni ishlagan vaqtimda imkon bor xushal qilib boqay deb tirishmoqman, lekin xushal bo'lolmayman ancha. Amaliyotda normallik vaqt qaragan chog'da texmo parishonroq bo'lib ketaman endi. Sababi nima degan chog'da bizniki vatandagi urug' tuqqanlarimiz, xalqimiz, butun xalqimiz hozir bunday qattiq zulm ostida yashayotdi. Bir qism kishilarimiz bo'libmi turmalardagi, lagerlardagi kishilarimiz hayot turib do'zaxniki turmushini kechiryapti hozir. Ashta bu boshqa buyonkidek aslida normal insonlar uchun xushal bo'ladigan işte kunlar kelgan chog'da biz ancha xushal bo'lolmaymiz endi. Men odatda navralarim bilan bo'lib olsam eng xushal bo'layman. Shunga ba'zi chog'larda o'ylagan vaqtlarim bor. Nevramni akvelib quchug'imni o'ltirib qo'yib turib qilaymiki bu programmani deb. Lekin o'tganda bir qatim bir Zoomda yig'in bo'layotgan vaqtida nevramdan birisi kelib quchug'imni chiqib olgan. U meni xushal qilishning o'rniga meni butun ekranimni egallab olib faqat so'zga qo'ymaydi. Shunga u mumkin emasga, aslida bo'lmasa men nevramni bilib bo'lgancha xushal bo'la olaydim. Ashta bu boshqa kechiringlar. Men barliq qarindoshlarniki bu ro'za itini salomatlik ichida, xotirjamlik ichida xushal-xuram o'tkazishiga Allohniki nisb qilishini chin ko'nglimdan tilayman. Endi rasmiy gapga kelsak, bu haftada buniki men uchun eng muhim uchur sizlarga deb qo'ydigan Uyg'ur Project fondi buningdan bir oy burun Ramazon oyi boshlangan chog'da 2023 yillik iyon to'plashni boshlagan. Yine bununki yine 2 kunda vaqt qolib qoldi. Undan keyin biz to'xtatamiz uni. Shuna xosman sizlarga endi hozir shu iyon to'plashniki oxiri bo'lib qolganligi uchun bir qisqacha xulosa qilib qo'yay dedim. Hozirga qadar Facebookda menga Uyg'ur Project fondiniki PayPal hisobida, undan keyin bank hisobida, undan keyin har qaysi davlatlardagi vakillarimizga bo'lib jami qo'limizga kap bo'lgan pulniki soni 20.479 dollar. 20.479 dollar pul kirib bo'ldi qo'limizga. Ondan keyin bizga va'da qilingan va yo'lda kelayotgan pullar bor. Bu yerda yo'lda kelayotgan deganimiz bir qism qarindoshlar Uyg'ur Project fondiga shirkat orqali iyon qildi. Shirkat orqali qilgan chog'da qolgan pulsi ham deganda uni 100% qo'shildi, shirkat 100% qo'shib berdi. Ba'zi shirkatlar 200% qo'shib bergan shirkatlar bor. Bundoqlar ko'p emas endi. Andan keyin boshqa yo'llar bilan pul bermoqchi bo'layotgan qarindoshlar bor. Bu pul daqiqa qo'limizga tegmaydi. Va'da qilingan, yo'lda kelayotgan va bundan keyin keladigan kelish ehtimoli bo'lgan pulning soni 21.200 dollar. Andan keyin yana bir qarindoshimiz Uyg'ur Project fondiga 1015 dollar, andan keyin men o'tgan qatimki videoda tilga olgan bir alayda turi bor. U turiga 3500 dollar iyon qildi, jami 4500 dollar iyon qildi. Ashlarni qo'shgan vaqtida, yana bir turiga qolgan pullarni qo'shgan vaqtida bizga bu qatim qo'limizga yig'ildigan pulniki umumiy soni 45.179 dollar bo'ldi. Bu biz uchun bek cho'ng natija. Bu biz uchun bek cho'ng yordam. Hozirga qadar bizga
mush yerda yordam qilgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu qatim yan qilganlar ichida eng ko'p qilganlar $5000, undan keyin 4500, 2000, 1200, 1500 degandek undan to'lab mangdi. Jami yan qilgan odam soni keyingi kelgan pullarni qo'shgan vaqtida 96 odam. Men aslida 100 odamni plan qilgan, nishonlagan 96 odam bo'ldi. Orliqda men bilan aloqalashib, pul yana qilaman deb aloqalashib, keyin to'xtab qolgan qarindoshlar bor. Bularniki boshqa sabablarim bor deb o'ylayman. Ba'zilarga biroz qulaylik bo'lmaydi. Ashta bo'g'ashqa u qarindoshlar to'xtab qoldi deb o'ylayman. Agar yana shunaqa niyatinglar bo'lsa, men sizlarga amalni deb beraman. Pulni yetkazaysan bizga. Ashta qilishinglarni umid qilaman. Endi bir qism qarindoshlar biroz ansiraydi bu ishga qatnashishdan. Uni men to'g'ri tushunaman. O nima degan chaqda Xitoy hozir butun vujudi bilan Uyg'urlarni yo'qotib etish, Uyg'urlikni yo'q qilib etish Sharqiy Turkistonda yo'lni tutyapti. Uyg'ur Project Fond bo'lsa, chet eldagi Uyg'urlar orasida Uyg'urlikni saqlab qolamiz deb buni tirishyapmiz. Xitoy bilan eng yuqori darajada qarama-qarshi ish qilyapmiz biz. Ashta bo'g'ashqa vatandagi urug' tuqqanlardan ansiraydigan bir qism qarindoshlar biroz andisha qilayotgan bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri tushunamiz, lekin buni sir tutmay turib qilib bo'ladi. Shunga millatga atagan yaxshi ko'ngillar bo'lsa, bizlar aloqalashsanglar bo'ladi davomli. Bizga 2021-yili $52,000 pul yig'ilgan. O'tgan yil 2022-yili $42,000 pul to'plangan. Bu yil endi bunda keng kiradigan pullarni qo'shsak 45,000dan sal ko'proq endi. Ashta bo'g'ashqa bu bir nihoyatda cho'ng yordam, cho'ng ish Uyg'urlar uchun, chet eldagi Uyg'urlar uchun. Sizlarga men qancha rahmat aytsammi, oziq qiladi. Endi men azaldan aytayotganimdek, bu qilgan yordamlar qandaqdir Uyg'ur Project Fondi uchun qilgan yordam emas. Pul bizga keladi, lekin biz buni qilgan turlarga taqib millat uchun ishlatamiz. Bundan xabaringlar bor. Uyg'ur Project Fondiniki 6 kadrlari bor. Bularning hammasiniki yuqori darajadagi unvonlari bor. Lekin muqim xizmati, yuqori maosh xizmati bor. Ular biz hech qanday odamga $1 maosh bermaymiz. Uyg'ur Project Fondida ishlaydigan direktorlarga, nimaga, buxgalterga, katibga degandek pullarning hammasi millat uchun xarjlandi. Buni yana bir qatam sizlarga deb qo'yay. Andan keyin yaqinda bir qarindoshimiz Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondiga $1500 pul berib, uni 10 yetim bolaga taqdim etsanglar deb berib ekan. Uni Uyg'ur Yar 10 yetim bolalarga taqdim berdi. Bu ishni qilgan qarindoshimizga uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Bizniki Uyg'ur Yar bilan munosabatimiz nihoyat yaqin. Turkiyadagi konkretni ishlarni pulni taqdirlagan proyektlarga qatnashishlarni Uyg'ur Yar qilyapti. Bizga nihoyat cho'ng yordam qilyapti bu jihatda. Biz ularga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Undan boshqa biz Uyg'ur Project Fondi 2021-yili 12-oyda boshlagan yana bir turi bor. U nima deganda bolalarni o'qitishda iqtisodiy jihatdan qiynalib oilalarga yordam qilish turi. Bu turga biz dastlabda 1600 pul kirib, uni 16 oilaga taqsim qilgan. Dastlabda boshlangan chog'da biz bu proyektni boshlagan chog'da 1 yillik deb boshlagandik. O'tgan yil 12-oyda 1 yil bo'ldi. Undan keyin men yordam qilayotgan qarindoshlarga ixtiyor qildim. Agar damlashni sanlamayli, to'xtab qolsanglar mayli deb. Shu natijada bir qism yordamchilar to'xtab qoldi. Qolganlarniki shu sababdan azroq qarindoshlarimizniki yordam pulim to'xtab qoldi. Qolganlarga men burun 5 oilaga yordam qilayotgan qarindoshlarimiz bor edi. Ulardan kelgan yordam ozlagandan keyin men shu kelgan yordamni 5 oilaga taqsim qilib berdim. Shunga pulniki miqdori ozlab ketdi. Shunday bo'lsa bu 5 oilaniki yordamga erishishi to'xtab qolmadi. Shunday qilib hozirmi 11 oila yordam evatdi. 16 oiladan 15 küçük qoldi, 11 küçük qoldi. Bir qismlarining puli ozlab ketdi. Mushta ishlarmi bor. Men bolalarni o'qitish, ma'rif ishlariga bek sezgur. O'zim kichigimdan tortib o'qishga amroq nihoyat ko'p qiyinchiliklarni tatgan. O'tganda ozroq tapadim. Ashta boshqa bolamni yaxshi o'qitaman deb
iqtisodiy sabab tufaylidan bolalarni yaxshi o'qitalmayotgan oilalarga yordam qilish bu meniki ko'nglimda bak muhim o'rinda turdi. Boshqa bu ishni boshlagan bu ishmi meniki har oyda qiladigan vazifa menda. Bunun yordam pullarini men yig'iman. Yig'ib uni Turkiyaga o'taman. Turkiyada Uyg'ur Yor fondidan bir inimiz qas oilaga taqtidi bu pulni. Boshqa meniki oldirash ishlarining ichida bu ishmi bor endi qilayotgan. Shunga mushtaq ishlarga yordam qiladigan qarindoshlar bor bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, biz bilan aloqalashsanglar, biz ularni joyiga yetkazib beramiz. Anakin men bir necha qatim tilga oldim, bir alayda tur bor deb, alayda projektning birisi bor. Bu turni hozircha tilga olmay turyapman men. Nimishqa deganda Xitoyniki buzg'unchiligidan saqlanish uchun buni keyin vaqti kelgancha bilasizlar. Yaqinda RF'ning xabarlaridan oldinglar. Yaponiyadagi G'ayrat Kenji inimiz vatanda burun davr surgan, lekin Xitoyga to'xtab o'tgan Uyg'ur torbatlaridan 54 torbatini asli keltirdi. Biz buni asli keltirib qolmay, uningdagi bütün uchurlarni tushirib olib, uni ayrim diskda saqlayapmiz. Endi Uyg'ur Project fondidan shu disklarni setib olish ishlariga yordam qildik. Lekin G'ayrat Kenji inimiz va uni yordam qilayotgan boshqa inilar bu ishni butunlay haqsiz qildi. Shunga bu tur asosan haqsiz tamomlandi. Lekin yana bir tur az biz qilayotgan ma'nodami muhim. 2 yilda vaqt ketadi, unga pul ketadi. Bakchiq kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Boshqa unga jami 22 ming dollardek pul ketadi ekan. Bir yilda 11 ming dollar. Biz yaqinda bu turga Uyg'ur Project fondidan 2 ming dollar pul chiqardik. Necha kun oldida bir qarindishimiz mushu tur uchun 3500 dollar pul berdi. Bunimi aşağı turninki mas'uliga bir danga ben deyishib qo'ydim. Mashta muhim ishlar bor. Ish qilib, agar millatga yordam qilay deydigan ko'ngillar bor bo'lsa, qanday ishni xohlasanglar, shu bo'yicha biz uni ijro qilib turamiz, yordam qilamiz ijro qilinishiga. Shunga men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Muhim turga jami 22 ming dollar ketadi ekan. Bir yili 11 ming dollar. Hozir 5500 dollar hali oldi, yine 5500 dollar kam dahi. Bu jihatda agar yordam qilaman degan qarindoshlar bor bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi men bilan. Lekin Uyg'urlar haqida yaqinda bir Dubayniki bir televizori men bilan suhbat o'tkazdi. Angliyadagi yana bir musulmon media shirkati men bilan aloqalashib, mendan bir qism uchurlarni to'plashda yordam so'radi. Bu ishkil o'rinniki hozir qiziqqan temisi halal ishki a'zo savdosi. Uyg'urlarni shu halal ishki a'zo manbasi qilib ishiltishi haqida bo'ldi. Men bu temini hozir o'tirib chiqarg'ili 5 yildek bo'lib qoldi. 2018-yili Shanxaydan Saudiya Arabistonga bir oydak aeroplan uçkan. Buningda Uyg'urlarniki ishki a'zolari yoki Uyg'urlarning o'zi ne bular to'shigan Xitoylar Shanxaydan Saudiya Arabistonga. Menga bu xabar kelgandikinlar men buni Twitterga chiqarib, ko'p qatim Twitterga chiqardim. Mana ish bo'ldi, tekshirsanlar deb. Lekin hozir qadar bu to'g'riliq hech kim bir xabar bilan ishlab boqmagan. Hozir ham dema ikki musulmon mediasi buni qiziqib yaqinda meni izlab keldi. Bu bir yangilik, men uchun bir yangilik. Aslida buni asli burilib qilgan ishni 5 yillik vaqt o'tib ketdi. O'ylab yaqinlar har kuni 500 odam niki ishki a'zosi yoki Uyg'urlarning o'zi yo'tkeldi Saudiya Arabistonga. Shu halol organ savdosi tufaylidan. Endi uchalarda kishilar ishonmagan bu gapga. Keyin Dubayda Xitoyniki bir yer osti turmisi boya qoldi. Aşağıya sulangan bir Xitoy keyin chiqqandan keyin bu uchurni sirq taqatdi. Shu chaqda bu xabar qilindi xalqarada. Mushtashtaba Xitoyniki maxfiy turmilari chetaldiki bu to'g'riliq xabarlar chiqyapti hozirmi? Nazar to'xtaman bu to'g'riliq. Ashta bu vaqtda ish qilib bu bir yangilik. Uyg'urlar halal ishki a'zo savdosiniki intayin cho'ng qurboni bo'ldi Xitoyning qo'lida. Bu jihatda musulmonlarniki biroz qiziqishlik o'tirib chiqqanligi bu bir yangilik biz uchun. Endi yaqinda vatandan ancha xabar kam edi. Hozir kelgan xabarlar Uyg'urlar ichidagi sarxillarniki yosh to'yib ketib qolganligi.
Bunun içinde sizler ihtimal haber taptınlar. Sığınımız Kalbi Nursuz'daki aksi 67 yaşta vefat edip gitti. Ondan başka Uygurlar xil biladigan yazgıcılar, ziyalılar, artistlar degende danlıq adamlar tüyap ketip bardı. Ben bu doğruluk bir neslerini yazıp söhbetlerde dep, deklatlarda sözlep qıp kelgili uzaq olub ketdi. Xitay'niki bu netçi milyon Uygurlarını sulu velişi qandaqda ularını turma lagerida saqlab, hayat saqlash emas. Öldürüp etiş. İmkan var bularni tezroq o'ltirib qo'ldan chiqarib o'tish. Xitoyning maqsadi shuki, buni amaliyotda bu ishlarni bular qilib bir darajaga oladi. Chet eldagilar biz bilmadik qancha, bilmayotimiz, xalqaro bilmayotdi. Hozir kelayotgan xabarlar shu cho'ng planniki ijro qilinishiki misollari. Amaliyotda bizga bu jihatga ziyon intan eg'ir bo'lib ketdi. Kechiringlar, men bu gaplarni demasam bo'ladi. Ammo hozir amaliyot shu biz Qashqan bilan amaliyot damlashıverdigan gap endi. Şoňa müşjik dep koýgum geldi. Ýakynda bolgan ýene bir çoň habar Fransiýanynki prezidenti Macron Xitayga berip 6 gün mu goýdyman, neçe gün ziyaret boldy. Ziyareti bulup Xi Jinping degen jallat bilen 6 saat ayrım söhbet ötkezdi bu adam. Söhbet ötközüp Xitaydaky ziyaretini ahırlaştırıp Fransiyaya qaytib ketayotgan, maxsus aeroplanla qaytib ketayotgan çağda 3 media şirketiniki söhbetini, ziyaretini qabul qildi bu. Qabul qilgan vaqtida intayin vahşiga qildi. Üzünü Avropadaki bir çoğ akı devlet hisoblab turib Fransiyani, üzünü bütün Avropa Birliği'ndeki bir başlığıdaki hisoblab turib, nəhayət vahşi gaplarni qilyapti. Bu gaplar xalqarada intayin çoğ dağdığı xabar olub ketdi endi. Nimalarni dedi desanglar, bunda 3 muhim narsani o'tirib qo'ydi. Uning birisi Yevropa Tayvan masalasini cho'ridigan holda Xitoy Amerika to'qinishining ichiga kirib qilishdan saqlanish kerak. Yevropa Birligi'nde deydi. Yevropa Birligi Xitoy Amerika to'qinishining ichiga kirib qilishdan saqlanish kerak. Amerikaning yonboshchisiga aylanib qolmasligi kerak dedi Yevropani. Bu onun degan birinci gapi. İkincisi, Avrupa Xitoy Amerika münasebetida taraf tanlamasligi kerak. Ya'ni yoki Xitoyni yoki Amerikani tanlab olmasligi kerak. Bu ikki zatning o'zini ishi edi. Üçüncüsü, Xitoy Tayvanga hujum qilsa, uning biz bilan munosabati yo'q. Ya'ni Xitoyning Tayvanga hujum qilishiniki Avropa Birligi bilan munosabati yo'q. U Xitoyning o'z ishi. Biz aralashmasligimiz kerak deydi. Müştak üç gapni dedi. Degendikin bu nayeti çoğ haber olup ketdi xalqarada. Bir qism Avropa ellerimi narazı bildi de bununla. Nayeti qattiq narazı bildi de. Anda ahirda bu işin neticesi qandaq boludu uqmayman. Lekin bu işlarni ko'rgandikin meniki ko'nglim bek qattiq yerim bo'lib ketdi. Sababi nima degan chaqda Xitoylar Uyg'urlarga shunchalik ig'ir ziyonni sevatdi. Anda biz hozir qadar xalqaro jamoat Xitoyniki mushu jinoyatidan biroz hisob oladi degan umidda turayotgan biz. Hozir ishlar undaq emas, biroz ta'tirsiga ketayotgan ahvollar yuz berdi mishqatim. Bu Macronning degan gaplar bilan dunyoga Xitoy bek cho'ng ziyon sabatdi. Xitoy virusi sababidan 7 millionga yaqin odam o'ldi dunyo bo'yicha. Ashdaq turib, hozir bu Xitoydan hisob elishning o'rniga Avropadagi bir qism davlatlar bo'lib, Fransiya bilan Germaniya Xitoyga yiqilishib, yana bularniki o'zining savdo bu ishlarini, hamkorlik ishlarini burungi ham asliga keltirishga qarab turishayotgan ahvollar bo'yotdi. Bu endi dunyoda haqqoniyat bormi yo'q? Dunyoda adolat bormi yo'q? Bu sohada, bu jihatda endi bizdek Xitoy jallatlarınki çoğun kurbanı boğatkan bir millet o'ylamasak bo'lmaydi. Bizdeki ümit zaten nerede? Bu to'g'ri o'ylamasak bo'lmaydi. Şuna yaqinda bu ish menga qattiq ta'sir qildi. Endi yana bir jihatdan Xitoyniki sharmandachiligi va xalqaroniki, bo'lib Amerikaniki Xitoyga qo'llanayotgan tadbirlar jihatda bir qism yangi ishlar bo'ldi. Men bir qancha cho'ng ishlarni
qisqacha deb ketay bugun Ramazon kuni, bugun ro'za eti kuni. Uning birisi yaqinda Amerika New York shahridagi bir maxfiy Xitoy saqchi organiniki ikki adamini qo'lga oldi, boshlig'ini. Uniki raisi bilan bosh katibini qo'lga oldi. Anındaki yine 38 dak adam saqchilarni taşlar üstüde tutuş buyruğu çıkardı dünya, bütün dünyaya. Biz bu cihette burun azaq acmış haber anlagan. Xitay bir kısım devletlerde Angliya, Fransiya, Amerika qatar devletlerde yerasiz saqchi idaralarini qurup alğanlığı haqida. Yani maqatim Amerika bu cihette resmi tedbir qo'llanib, ikki adamni tutib, yani 38 adamni tutuş buyruğu çıkardı. Bu tutulgan ikki adamniki hazır atılgan cinayetlari cezimlese bularniki her birisi kam degende 25 yıl yatadika turmada. Bularniki karşı nayet köp eski kişileri yakında Tayvan'daki prezidenti Amerika'ya gelgen çağda bir kısım Xitaylar şu yere berip Tayvan prezidentini kollap Xitayga karşı namayışlarga karşı namayışlarni ipade meselenge muştanımız maşhur Xitay'daki maxfiy saqchi idaralari konstaxanaları uğurlaştırıvatıdı. Aşağıya pul verip degендek. Bunda iştiraba anadaki bula ictimai tarihlarda garipliklerin ismida hesap etip anadaki Xitayni tanqidlagan dağınlık kişilerge vahşilerce hücum kılıp şermendilik işlerinde şug'ullangan. Manga başta hücumlar hali köp kep turdu. Twitter'da bek köpti burun. Yaqinisa az edi. Müşta işten qilayotgan kişilendi. Müşta adamdan ishkini qo'liga oldi. Bu bir cho'ng ilgirlash endi. Xalqaroniki Xitoyniki vahshiyligini tunish va o'to'g'riliq tadbir qo'llanishidagi bir cho'ng ilgirlash. Yaqinda yana bir cho'ng xabar, yaqinda Amerika kongressida Xitoy virusi haqida isbot berish yig'ini ochildi. Bu yig'inda nihoyatda cho'ng yangiliklar o'tirib chiqdi. U nima degan chog'da shu yig'inda isbot bergan Amerikaniki cho'ng amaldorlari Xitoy virusi Wuhandagi tajribaxonadan qochib chiqqan. Buni Xitoy hukumati agar yo'shamagan bo'lsa, dunyoga bunda cho'ng ziyon bo'lib ketmaydi. Nihoyatda dastlabdan buni kichik doirada cheklab, bunda tarqalib ketishdan oldin olib bo'ladi degan narsani o'tirib qo'ydi. Yana bir nihoyatda aniq bo'lgan narsa, xabarlarda bor bo'lishi mumkin, Amerikada bir adamni jinoiy sudga tatbiq 12 sotchi, xalq ichidan chiqqan sotchilar bularning ustidan hukm e'lon qildi. Bu adam jinoyatchi yoki jinoyatchi emas degan narsani. Hozir mushqatimki isbot berish yig'inida deyilgani, agar mushu Xitoy hukumati ustidanmi mushu Amerikadagi jinoiy sudga o'xshash bir sud ochilsa, garchi Xitoylar bu qatimki Xitoy virusiniki paketlarini butunlay yo'q qilayotgan, yushug'an va yo'q qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati ustidan hukm chiqarish mumkin. Amerikaniki shu sud ishlariniki, adliya ishlariniki o'lchim bo'yicha Xitoy ustidan hukm chiqarish mumkin. Xitoy gunohkor degan narsa o'tirib chiqdi. Ashta bu boshqa qancha nega bordi, huquq olmaydi hozircha. Lekin bunday gaplar burun chiqib boqmagan. Ashta bu boshqa bu bir cho'ng yangilik. Agar Xitoy mushu shaklda jazoga tortilsa, Xitoy vayron bo'ldi. Nimishqa degan chog'da hozir shu Xitoy virusi sababidan dunyodagi ellarning tatgan ziyn intayin cho'ng. Ehtimol bir qism ellardagi bir qism kishilar Xitoy hukumatidan az qilishni boshlashi mumkin. Uydagi odamlar o'lib ketgan kishilar. Ondan keyin yaqinda chiqqan yana bir xabar tuturaman o'chirtayman. Ondan keyin yaqinda chiqqan yana bir xabar, bir necha kun ichida ko'p chiqdi, videolarim chiqyapti. Hozir Xitoydan askar yeshidagi Xitoy erlari Latin Amerikaga
kelib u yerdan Amerikaga qechib kiryotdi intan ko'p sonda. Buni shu videolarni qo'yib bergan chog'da dedi, bu kishilarning hammasi askar yashidagi kishilar ekan. Hozir xuddi Xitoy hukumati shu yo'l bilan Amerikaga tajovuz qilishni boshlaganda qiladi degan gaplar o'tirib chiqdi. Videoda o'tirib chiqdi, Twitterda mana shundaq nurg'un Xitoylar hozir iqib kiryotdi Amerikaga. Bayden hukumati cherini ichayotganligi uchun. Ondan keyin Texas, Florida qatorliq shtatlar Xitoy grajdanlariniki Amerikada uy, yer mulklarini sotib olishini chekladi. Bu to'g'ri qonun chiqadi bu shtatlar. Bu yerda Amerikaniki yeşil kartını ev olgan yoki Amerika grajdan bo'lib qolgan Xitoylar yana yer uy mulklarini sotib olsa bo'ladi ekan. Lekin Xitoy grajdanlari sayeti bor Xitoylarniki Amerikaga kelib uy yer sotib olishi cheklandi ikki shtatda. Bu bir cho'ng yangilik. Bu Amerikaniki Xitoyni tushunishi shuncha qiyin to'xtab ketdi, pek uzun vaqt ketdi. Hozir shunchalik bosh ko'taryotdi. Bu jihatlarda bir qism voqealar bor. Ba'zi Xitoylar necha yuz mo yer sotib olgan Teksasdan Amerikaniki harbiy bazalarining qishidan işte yer sotib olgan. Amerika mushundaq ishlardan bexotlik qilib keldi hozirga qadar. Amdiroq buni xatirini tunyotdi. Ondan keyin yaqinda o'tirib chiqqan yana bir cho'ng xabar. Hozir Amerikada fentanil degan zaharlik dorini yeb har yil o'layotgan odamlarning soni 108 ming atrofida ekan. Ba'zilar dedi, bu ülkit bağalarının hemsi yaşlardaydı. Hemsi yaşlar, Xitoy hukumati fentanil degan zaharlik dorini Amerikaga kirgizish orqali yiliga 100 mingdak Amerika askaridan o'tiryotdi. Bu allaqachon tajovuzchilikni boshlab bo'ldi degan gaplarni o'tirib chiqadi. Nimishqa desanglar, bu ülkit bağalarının hemsi o'tir maktab yeshiliki yoshlar bo'lganligi uchun aslida bularning ichidan nurg'un kishilar o'lib ketmasa Amerikada askar bo'ldi degan gaplar o'tirib chiqdi. Mushundaq vahshiy ishlar bo'lyapti hozir Amerikada. Ammo buni amdiroq tunib yetyapti endi. Buni Xitoy hukumatiniki Amerikaga qilgan hujumi, tajovuzchiligi. Birisi zaharlik dori bilan, yana birisi odamlarniki Latin Amerikasidan eqib kirishi Amerikaga. Mushu Xitoyniki yoshirin holda Amerikaga qarata boshlagan tajovuzchiligi degan gaplar o'tirib chiqdi. Endi tünögün bo'lgan NASA haqidagi bir xabarni deb qo'yay. Tünögün Elon Musk'niki SpaceX degan shirkati bir Starship'niki ma'nosi yulduz kemisi. Bunisilar olam kemisi degan uni spaceship deydi. Olam kemisi degan atalg'ini anglagan. Buni Amerikada olam kemisi bor edi. Hozir endi Elon Musk SpaceX degan shirkat orqali yulduz kemisi degan bir narsani yasab, tünögün tunji qatam buni sinaq qildi. Sinaq qilib osmonga chiqib 4 minut o'tgandan keyin bu yulduz kemisi portlab ketdi. Xitoylar bunga nihoyatda tantana qildi. Amerika va boshqa nurg'un davlatlar tantana qildi. Bu ikkisiniki tantana qilishiniki ma'nosi o'xshamaydi. Xitoyniki tantana qilishi Amerika maashini qilib qamlashtirolmaydi, mag'lub bo'ldi deb tantana qildi. Amerika bo'lsa shu olamni tekshirish sohasida biz yana bir cho'ng sakrab ilgirlashni vujudga chiqardik deb tantana qildi. Nimishqa desanglar, Amerikaniki NASA'ning Oy shariga punkt qurib, u yerdan Marsga odam chiqarish qatorliq, undan keyin boshqa planetalarga olam uchqurini opirish, odam opirish cho'ng plani bor. Bu jihatdagi ishlarni aytdi jiddiy elib berilyapti hozir. Xudoyim bo'lsa bundan keyin bu vaqtda sizlarga yana bir qism uchurlarni beraman. Endi mavu yulduz kemisiniki sinig'i shu sohada besilgan bir cho'ng qadam. Sababi nima desanglar, yulduz kemisi 150 tonna yuk ko'tarib mang'alaydi. 150 tonna yuk bir qatimda 100dak odamlarni alam boshliqqa olib bora oladi bu. 100dak odamni.
Aşta bu başka bu bir çoğun ilgilaş oylap yakınlar. 1 tonluk maşinini eslep yakınlar. Biz kiçik vaktimizde Xitayda köygen 4 tonluk maşinlar vardı. Şu maşinani eslep yakınlar. Ma bu alem kemisi 150 tonna eğilik yükünü götürüp bana alaydandı. Aşta bu başka bu bir intan çoğun ilgilaş. Andi ma'lum bir ishni qilishda bir muvaffaqiyat yo'lini ochqichilik mag'lubiyatlar bo'lib qoladi. Ma'u shu yo'ldagi mag'lubiyatniki birsi endi. Bu orqali nurg'un tajriba sohani yakunlab, kelar qatim bu ishniki muvaffaqiyat bo'lish uchun bir cho'ng qadam ilindi bu qatim. Shu bir bu cho'ng xabar. Men ma videoni ostiga shu tunugin bo'lgan shu portlab ketish ishlariniki YouTube videolarini chiqarib qo'yayman. Shu yerni ko'rib olsanglar bo'ladi. Ben yakında alam boşluğa çıkardıgan bir teleskop bilen bir öyle iş kılımen, tecrübe kılımen. Aşağı işler bu boğandıkken sizlerge nazar söyleyip vermem. Bu bir heyecanlılık iş endi. Gerçi ben nasıl işlesem o. Ben işini kalan bazı teleskopla pat yakında alam boşluğa çıktı da endi. Şununla bir öyle bir tecrübe kandı durup iş kıldığan gependi. Şu bunu bulanıki konkret ahvallarını kiyince dep biray. Şunda qilib bugungi deydigan asosiy gaplarim tugidi. Bugun bizniki muborak Ramazon bayramimiz, yeyitimiz shuna boshqa ko'p qilib dedim. Menga ayt qattiq ta'sir qilgan bir qancha ishlar bor. Bu hammamizni uyg'u selish kerak ekanda. Ashta boshqa men bugun demay turay. Yetgan hammamizga. Ehtimol qarindoshlarım ana shuni istaymasligi mumkin bu jihatda o'ylanishga. Xudoyim bo'lsa, keyinchalik bu vaqtda men to'xtalamayman. Ammo bo'ladi, menga etni xotirjam, xushxo'ram o'tkazinglar imkon qadar. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.